Davom etamiz. Mohir qo'llarda oddiy ip va tolalar ham haqiqiy san'at asariga aylanadi. Namanganlik Mavluda Sarmanova qariyb 40 yildan buyon ana shu nozik hunar bilan shug'ullanib kelmoqda. Eng qizig'i, uning ipdan yaratgan qo'g'irchoqlari mahalliy xaridorlar bilan cheklanib qolmayapti. Mahsulotlari Hindiston, Turkiya va Qozog'istongacha yetib borgan. Bu oddiygina ip va tolalar, ammo mohir qo'llarda ular yanada jilolanib, chinakam san'at asariga aylanadi. Bolalikdagi havas Mavluda Sarmanovani 40 yildan buyon tark etmagan. Bugun u iplardan nafis qo'g'irchoqlar, o'ziga xos bezaklar va betakror ijod namunalarini yaratmoqda. To'qishi 3-sinfda o'qiyotganimda o'zimdan katta sinfdagi qizlar katta tanaffuslarda to'qigani tepasida borib qarab turardim, nima qilyapti, ignani qaydan kirgizib, ipni qaydan qanoq qilib tortyapti. O'shanda qilib yurib, o'zimdan kichkina ukamga nimcha to'qiganman. Hunarmandning qo'l mehnati namunalari xalqaro festivallarda ham namoyish etilgan. Milliy qo'g'irchoqlarga xorijiy mehmonlar bildirgan qiziqish tufayli Turkiya, Hindiston va Qozog'istonga bir qator kolleksiyalar sotilgan. Misol, mana bunaqa qo'g'irchoq to'qiydigan bo'lsa, 1 soatda bitkizaman. Manaqa kattalarga 10 soat, 2 kun, 3 kunda bitkizaman. Ajdarho to'qiganman, qanotli ajdarho to'qiganman. Uni sxemasini yaratish menga juda qiyin bo'lgan. Ko'p vaqt ketgan, 2 oydan ham ortiq vaqtim ketgan. Mavluda opa Yangiqo'rg'on tumanidagi Kelajak markazi qoshida mo'jazgina to'garak tashkil etgan. U yerda 40 nafardan ziyod o'quvchi yoshlarga to'qish sir asrorlarini o'rgatib kelmoqdalar. Faoliyatim davomida 100 dan ortiq shogirdlarni chiqardim. Ularga 30 xildan ziyod turdagi mahsulotlarni o'rgatdim. Mehnati ortidan oyiga 10 million so'mdan ziyod daromad olayotgan ustozning navbatdagi maqsadi ertak qahramonlar va milliy qo'g'irchoqlar jamlangan mo'jazgina o'yinchoqlar do'konini tashkil etish. Bu orqali u nafaqat o'z mahsulotlarini keng targ'ib qilish, balki yosh shogirdlarning ijodiy ishlarini namoyish etib, ular uchun yangi imkoniyatlar yaratishni ham maqsad qilmoqda.